Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga linklarni YouTubedan, Telegramdan olingan linklarni xuddi mana shunaqa qilib qanday yuborish kerakligini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun biz bironta videoning linkini olib olishimiz kerak. Misol uchun mana shu videoni har doim mushuklar yaxshi prosmotr yo'qdan, lekin olamiz. Kopiya qilamiz. Endi Telegramga o'tib comment va bilan qo'yib joylashimiz kerak. Endi bu yerda o'sha yuborish nastroykasi bor. Men misol uchun about the message degan o'sha link messageni tepa yuqori qismida turadi. Men below degani pastki qismida turadi. Men bu large media men bu rasmi katta ko'rinadi, kichik yoki kichik ko'rinadi. Bizga demak silka message o'sha xabarning tagida bo'lishi kerak va small media bo'lishi kerak. Buni bosganimizda xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Video shundan iboratda. Salomat bo'ling. Bo'ldi.